Malibu'ni zo'ridan minaman degan obunachilarimiz bormi? Malibu 1 ikkinchi pozitsiyasi, lyukli varianti, oq jemchug. Mashina zo'r holati, вообще tiniq mashinani. 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Balonlari yangi holatda turibdi. Xo'sh. Yurgan masofasi 113 ming yurgan. Ikkinchi pozitsiya lyukligi. Mashinani propanigacha bor. 65 talik eng qimmat propanlardan qo'yib qo'yishgan. Bilasizlar, Malibu'da mana bunaqa joylari yirtilib ketadi. Buniki yirtilmagan, tiniq holatda turibdi. Evakor polilari solingan. Xo'sh, mashinani yurish-turish, hadovoy, motor hamma yo'g'i zo'r ekan mashinani. Motorlari ochilmagan. Bir tekisda ishlab turibdi. Shu bagajlarigacha mana bagajlarni ochib ko'rsatdim. Mana 65 talik propan. Xo'sh, zapaskalargacha turibdi. Mana. Holati zo'r mashinani. Tayyor olasizlar, minasizlar. Motorlari yo'q, rasxod yo'q ekan. Umuman rasxod qilmaydi deyishyapti. Hadovoylari ham yaxshi deyapti. Yurish-turishlari faqat shu bitta aybi, bitta krilasida kraskasi bor. U ham yengil shilib olgani uchun kraska sepilgan. Bitta mana shu krilasida. Bu mashinamizning narxi 11,5 ming. Agar ozgina pulinglar yetmay qolsa, 3-4 oyga ham nasiyaga kelishaveramiz.